Mahallaga bordi, salana meni qumara bo'laylar. Soniga bo'lay. Yoshini bilmaydi, dal. Sanchi? Kecha telefon olgan paytingiz srochnoyda telefon qoldi. Sana vashi sana o'sha telefondan qaytib chiqasan sen bola. Restorandan men eslatib qo'yaymi senga telefon qilgan. Yo'q, qaytib chiqmaysan telefon qilganda. Tashaga, hamma bor, любойingga chiqqan. Любойingga chiq. Bittaga aytsam bo'ladimi? Qizlar chiqib tursa bo'ladimi? Turaversin qizlar. Nechida keldilar sizlar? Men nechida kirib ketdim yoqda? 5 yarim. 5 ekanmiz. Bu boshqa ta'minda. Yo'q, bu mahalling ma'ni holat qo'ygan bo'lsalarni ma'ni. Endi ma'ni o'ti qiladigan narsada kunlik ma'lumot shunda kelganida rasm olasan, bergan jadval shuni qo'yib berasan, hokim odamchi bilan xotin qizlar qo'ygan orqasidan aniq o'tkazib qo'yasan, bo'ldi. 1 soat ishda men uchun. 1 soatda qilib tashlayman mana shu ma'lumotni hammasi. Bu tikolash kerak bo'lsa mana shunaqa qilayman. Menga ham kerak emas salar, men yig'ib olib salar. Tushunmayapsan-da, o'shaning uchun yig'dim masalada. Yig'ib masalada chaqirdim salar. Men darim kerak emas salar betimda, mahalla ish qilganlari yaxshi-ku menga. Bir oydan beri aytaman mana. Namangan tajribasi. Birovga tushunmaysanlar bile. 4 ta mahalla bile. Birov quyonib ish qilgansanlar. 4 yosh berib qo'ygansan, bo'ldi muammoli yoshchi. Salar yo'qotim shuna sassiq gap yo'qotim salarga shunaqa 2 soat oldin aytsam, yarim soat kech kelasanlar. Bironta gapirayotganim yo'q, yarim soat kech kelganlaring. Sanchi? O'zim aytdim, yo yaxshilikka ana boshqani qabul javob berolsanmi sen menga? Nega? Men kecha lekin srochno ketib qoldim, mana bu yoqqa keldim, 7 da ketdim, dori olib borishim kerak edi. Bolalarga aytib ketdim. Agar hamma yig'iladi. Senga bola xo'jayinmi bu yerda? Yo'q, siz yig'ilish dedingiz. Uydagilar telefon qildi, dori olib ketizroq. Olib oldim keyin. Salar ishlaring chiqsa menga telefon ismingizni yozib qo'yasizlar. Bunaqa paytda izlaringiz chiqib qoladimi salar? Ha? Sizchi? Men SMS o'zgarib javob bermay, Twitterdan o'tib ketdi dedi Sanjona. Ishga kirayotganlarda ishlayman, olib boraman deganmisizlar? Oilaviy muammoim demaganmisizlar? Maqtini sizga ham tegishli. Bunaqa demaganmisizlar? Sanchi? Hamma ketdik sekin deymiz. Tinch. Sani umuman topib bo'lmaydi. Rahbarim qattiq qo'llab qo'yapti menga. Shu munosabat bilan arizamni yozaman deb yozmadi. Yoz. Bo'ldi boshqa ta'min. Hech vaziyat shunaqa bo'lib qoldi. Eng qizig'i hammaga shuni to'g'ri bo'ldi. Vaziyating bo'lsa sen telefon qilasan menga. Men kiydirmang unaqa vaziyatingni, tushundingmi? Yoz, otajon. Yoqmayaptimi ish? Sangachi? Sanga. Aktyor? Rishod? Sanga Rozmatga. Yoqmaganda bu yurmas. Sizga. Aktyorlar. Boshqa payt ishlayapmiz, boshqa paytdagi bilinmayapti. Qaysi? 9gacha ham yuribmiz. Qattiq 9gacha. Kechadan kun 9gacha yurdik yoningizda o'sha aytganingiz uchun. Endi kecha bitta ketib qolganimizga shu bilinib ketyaptimi hozir? Qaysi 9gacha hashar etyapsiz? Ha, hashar etyapmiz. Hashar men topdim. Xo'p, nima farqi bor? O'sha siz yoningizda hammamiz turibmiz, siz aytganingiz uchun. Bir og'iz aytgan gapingizga. Endi ana xavfsizlik aytgani mana anaqamga yo'yapsiz. Nima farqi bor? O'sha siz yoningizda turibmiz biz. Sizni boshlig'imiz bo'lganingiz uchun. Endi unaqa bo'lmaydi-da, undan tashqari ham turibmiz. Men gapirsam hozir talashayotgan bo'laman, to'g'ri. Hatta yana nima? Lekin misol uchun qachon siz yoningizda turibmiz yo turmayapmizmi? Ya qo'yiladi-da ko'pchiliklar. Qo'yavering endi bir martaga bo'lsa ishlasa qo'yadi-ku. Men qo'yaman. Men ertaga qayson, qaysi turib berasan mana shu menga. Qani qaysi turib berasan? Turib berasanmi? Ani martimom turib beradigan menga ertalabda. Gapir. Ertaga qayson olmaydi hokimdan. Bor martimasi turib beradigan menga. O'zingni ko'pirtirib gapirasalar menga bitta. Ishlayotgan bo'lsalaring o'zing uchun ishlayapsiz. Men uchun ishlayotganlaring bu yerda. Men ham oilam uchun ishlayapman. Sen ham o'zing oilang uchun ishlayapsan biling. Bu men qo'lim ishlayotgan gapirasalar biling. Men topshirig'im bu. Hali ham kech emas, mana. Bo'ldi, yoqmayotgan bo'lsa qo'y, yozlaring, qo'y. Men shunday aytaman, vakatim shuncha deyman. Bu ham hokim etdi. Nechta xodiming bor dedi. Bir o'zimman dedim, mutaxassisman yo'q dedim. Sen dedi, yetakchilar gaplashmayapsan dedi. Mana Javohirga turib ko'shdi. Shug'ullanmayapsan dedi. Gapiring, tasvirga gaping bormi? Qattiq ko'p ishlayapsan. Ishlayapman so'roq, mana Salar bilan qo'shilib ishlaymi dedi. Hali ozgina kam ishlayotgan buni shuni. O'shanga to'g'ri endi ishlamadim to'g'ri. Tashkilotdan oldin yoshlar umuman o'rni yo'q. Muomala madaniyatlari yo'q. Bu nimalarning? O'sha kuni maqtuni ichki ishlar orqasi oldida turibsiz-da, muomalani gapirib olsiz, men shuni buyurib ketdim, bor-ku. Dashman o'ylab gaplashaman-da, saytda gapni. Unaqa bo'lmaydi, u o'rin bo'lsa.
Bo'lmasa ish. Sayt aka meni tanishim, o'shaning uchun men Xo'p. xatlashib gaplashdim. Men yomon Yo'q, gapirmadim. rahbariyat oldida turibdi-da. Bunaqa kechikib gaplashmang. Eng Men yomon chekib gaplashmadim. Ensiz ham oldida turibman-ku. Oldida turibman. Qo'ying, ayb qidirsangizchi ayb chiqaveradi. Qo'ying, ayb qidirmang. O'zingizda bor narsani gapiryapman o'zingizga. O'zingizda bor narsani ayting. Men siznikini sanamay qo'ying. Sanang nima sanaysiz? Nima kerak bor hozir? Nima gapirmang. Bo'ldi qilinglar. Nima? Buni Bo'ldi, aloqa kerak. bo'ldi. Yopmayotgan bo'lsa ishlamayman, yozamiz. Bo'ldi, nima qilasan? Qo'ying, bir-birimiz aybimizni qidirmaylik deyapman. Gapir bo'ldi. Nima aybim bor? Ayt. Hammani aybi bor, bo'ldi qilinglar, qo'yinglar. Umumiy qilib aytyapman. Umumiy qilib aytyapman. Ayb qidirsang ayb chiqaveradi hammamiz. Sen hozir menga aytyapsan, rahbariga aytyapsanki hozir. Aybingizni bilaman deganda qolsa. Yo'q, men sizni aybingizni bilaman emas. Ayb qidirsa ayb chiqaveradi, qo'ying deyapman. Hozir arzimagan narsa hammamiz ikki xil gapiryapsan hozir menga. sansiramang. Bo'ldi, anaqa. Hurmatingga o'tiryapsan, ham bo'lmagin sizlagansan. Men sizga hali hurmatsizlik qilmadim. Maftun. Maftuni tilingdan chiqqan gapni eshitsan birinchi hozir.